Haftaning juma kuni va biz sizlar bilan Andijon telekanalida Andijon nafas ko'rsatuvi orqali uchrashib turibmiz. Yangi boshlangan yilingiz xayrli, barakatli kelsin deb qolamiz. Bayramona kayfiyat tark etmagan aynan studiyamizni, insonlarni kimdir ayni paytda qarindoshlarini, yaqinlarini yo'qlash uchun safarga otlangan yoki allaqachon qarindoshnikida Andijon telekanalini tomosha qilib 2025-yilni sarhisob qilgan holda 2026-yil ya'ni boshlangan yilga o'z rejalarini belgilab o'tirgan bo'lsa ajab emas, to'g'rimi? Yana kimdir esa oila davrasida bugun sizlarga kabob tayyorlab beraymi deb yigitlarimiz harakat qilayotganlar bo'lsa ajab emas. Bayram qanday o'tdi Sardor aka? Bayram ajoyib o'tdi. Haqiqatan ham bu oilaviy bayram, xursandchilik bayrami. Aynan mana shu bayramni biz yoshligimizdan sevib, yaxshi ko'rib kutamiz va mana shunday bir oila davrasida o'zgacha kayfiyatda shirin taomlar bilan, xursandchilik bilan o'tkazamiz. Haqiqatan ham rejalar bor. Mana dam olish kunlari davom etyapti, davom ettirgan holda. Qizaloqlar qalay? Xursand bo'lishni sovg'alarga? Albatta xursand bo'lib, ular mana shu yangi yil qorboboni kutishadi, lekin doim uxlab qolishadi. O'zimiz ham mana shunday uxlab qolganmiz. Endi baribir mana shu bayramni o'zgacha kayfiyat bilan o'tkazamizda. Yosh bo'lasizmi, yoshingiz ulg'ayadimi, baribir qizig'i yo'q, chunki bu bayram o'z-o'zidan nomi bilan bir yangi yilni boshlab kelyapti. Yangi orzular, yangi rejalar. Mana shu 2025-yilda biz nimalar qila oldik, nimalarga ulgurdik, Shohida toifa shu bilan birgalikda 2026-yilda nimalarni rejalashtirganmiz oldimizda va mana shunday bir maqsadlar bilan bir xursandchilik bilan eski yilni kuzatib, maqsadlar bilan yana xursandchilik bilan yangi yilni kutib olamiz. Oramizda mana shunday insonlar bor. 2025-yilda eng zo'r natijalarni qo'lga kiritgan, 2026da bundan ham zo'rlarini olaman, ya'ni bir davlat mukofotlari, katta yutuqlarga erishaman deganlari bor. Bular orasida yoshlarimiz bor. Andijon davlat texnika institutining 4-bosqich talabasi Bunyodbek. Aynan Bunyodbek Beruniy nomidagi stipendiya, davlat stipendiyasiga 2025-yilda erishgan yoshlarimizdan, ya'ni yutuqqa erishgan yoshlarimizdan biri. Mana shu stipendiya, ya'ni davlat Beruniy nomidagi davlat stipendiyasimi? Mukofot emas? Yo'q, stipendiya. Mana shu stipendiyani olishingizda aynan ilm yo'lidagi qaysi harakatlaringiz natijasi bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum. Men Yusuf Bunyodbek, Andijon davlat texnika instituti transport logistikasi yo'nalishi 4-bosqich talabasiman. Bu stipendiyani olishda asosiy prezidentimiz bergan imkoniyatlardan foydalangan holda til o'rgandim, ya'ni ingliz tilini o'rgandim va ingliz tili orqali asosiy maqolalar chiqardim, ilmiy maqolalar yozdim, ilmiy rahbarim bilan birgalikda va institutdagi faol talabalar bilan birgalikda va o'zim izlanishlarim bilan ilmiy maqolalar yozdim va shu ilmiy maqolalar va yil davomida qilgan faolliklarim natijasi o'laroq xuddi shu Beruniy nomli davlat stipendiyasiga munosib ko'rildim. Bu stipendiyani olishda asosiy ko'riladigan masalalar, ya'ni mezonlari. Asosiy mezonlari talabani qanchalik faolligi yilda, tadbirlarda ijtimoiy faolligi yoki fanlardan faolligi, ya'ni buni o'zini talabi bor, ya'ni fanlarda deyarli hammasi 5 bo'lishi kerak, ya'ni yuqori baholarga o'qigan bo'lishi kerak va ilmiy izlangan talabalarga davlatimiz shunday imkoniyat qilib berdiki, ya'ni stipendiyalar, ya'ni bu talabaga yana bir ko'mak bo'ladi o'qish davomida, qo'shimcha ham moddiy rag'batlantirish va o'qishni bitirgandan keyin magistratura uchun istalgan O'zbekistondagi istalgan universitetga yoki institutga o'qishga kirish imkoniyatini berdi. O 2025-yildagi yutuq 2026-yilda ham sizda davom etar ekanda. Ya'ni bu yil 4-bosqichni tamomlab, siz endi magistratura yo'nalishida ham tahsil olish, ya'ni ilmiy izlanishlarni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lyapsiz. Albatta, xuddi shunday magistraturani ham o'qib, xudo xolasa davlatimizda endi rivojlanib borayotgan transport logistika sohasini yanada rivojlantirish niyatimiz bor. Mana shu bo'yicha gapirmoqchi edim. Bunyodbek zamonaviy va kelajagi bor sohani tanlagan. Ya'ni bugungi kunda aynan logistika yo'nalishi rivojlanib boryapti va bizning O'zbekistonimizga ham bu soha kirib keldi va eng qizig'i oylik maoshlari zo'r. Haqiqatan ham. Nimalarni o'rganyapsiz endi shu yo'nalishda? Logistika o'zi nima? Logistika istalgan mahsulotni iste'molchigacha yetib borishini ta'minlovchi jarayon. Ya'ni tashish jarayoni yoki ishlab chiqarish, har qanday sohada logistika bevosita bir-biriga bog'liq. Ya'ni biz
mahsulotni ishlab chiqarish uchun unga xomashyo yetkazib berishimiz kerak. Bu ham logistika yetkazib berish. Mahsulot tayyor bo'lgandan keyin iste'molchiga yetkazib berishimiz bor. U ham logistika yoki omborda saqlash bor. U ham logistika. Ya'ni har bir jarayon logistikaning bir bo'g'ini. Xuddi shunday ekan, O'zbekistonga endi kirib kelyapti. Ya'ni bizda hozir yo'llarimiz rivojlanyapti va tashqi davlatlar bilan, qo'shni davlatlar bilan aloqalarimiz yaxshilangan sari logistika sohasi bizda ham yanada rivojlanib, xaridorgir kasbga aylanyapti va bundan o'z aytganingizdek daromad topish ancha yaxshi bo'lib qoldi hozirgi kunda va bizni logistikamiz rivojlanish bosqichida, ya'ni hali rivojlanib ulgurgani yo'q. Mana Bunyodbek kabi bugun yoshlarimiz tahsil olib, ilmiy izlanishlar qilib, mana shu aytganingizdek kelajak kasblarini egallab, yangiliklar olib kirmoqda. Har bir yo'nalishga o'ylaymizki, Bunyodbek hali Andijondan Xitoyga, Andijondan Amerikaga, Amerikalargacha bir logistika yo'llarini tashkil qilib, mana shunday bir bu yo'nalishdagi iqtisodiy ko'rsatkichlarimiz yanada oshirilishiga va aynan mana shu yo'nalishda yanada rivojlanishiga hissa qo'shsangiz ajab emas. Xudo xolasa shu davlatimiz bergan imkoniyatlardan foydalanib shu natijalarni yanada yuqoriga ko'tarishga, iqtisodiyotimizni ko'tarishga, buni orqasidan esa xalqimiz, aholimizni yashash tarzini yanada yaxshilashga harakatdamiz. Bir g'oyalar, bir yangiliklar kiritishni ham maqsad qilyapsizmi? Rejalaringizda bormi? Aynan qaysi yo'nalishda? Albatta, hozirgi kunda Amerika logistikasini ham o'rganib chiqdim, Yevropadagi logistikani ham o'rganib chiqdim. Ya'ni ularda asosiy bir platforma bor. Ya'ni yuklarni yoki xuddi shunday bir mahsulotlarni yetkazib berish uchun platforma, unda brokerlar deb ataladi. Ya'ni ular yukni sotadi. Ya'ni yuklarni e'lon qilib beradi. Shu yukni menga bu yerdan bu yerga tashib berish kerak, bir manzildan ikkinchi manzilga tashib berish kerak degan e'lonni beradi. Bizda esa asosiy xuddi shunaqa platforma yo'q. Ya'ni buni faqat O'zbekistonga ham qo'llash mumkin yoki atrofimizdagi Markaziy Osiyo davlatlariga ham qo'llash mumkin. Ya'ni bu orqali bitta umumiy platforma orqali biz yuklarni yetkazib bera olamiz. Ularni yetib borish jarayonini monitoring qilishimiz mumkin, omborda saqlanish jarayonini monitoring qilishimiz mumkin. Toki o'sha omborda ishlab chiqarishdan iste'molchigacha yetkazib berish jarayonida yukni har qanday holatda ko'rib turishimiz mumkin u platformalarda. Men ham hozirgi maqsadim o'shanaqa xuddi shunday platformalarni O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga kiritish. Ya'ni xuddi shunday platformadan foydalanamiz. Bu ancha qulay. Hozirda yuk tashishda hammamiz bilsak kerak, kimdir yukini tashimoqchi bo'lsa, birorta katta yuk mashinasi bor odamga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqadi. Meni maqsadim nima? O'sha yuk tashiydigan avtomobili bor insonlar o'zini alohida profili bo'lsin, yuk beruvchilarda alohida profili bo'lsin va ular bir-biri bilan integratsiya qilgan holatda yuklarni tashib berish, yuklarni yetkazib berish imkoniyati bo'lsin. Shu maqsadda hozirda fikrlar olib borib, izlanishlar qilib turibman. O'ylaymizki, 2026-yilda mana shu boshlangan yilda mana shu platformani ishga tushirib, yangi platformaga asos solib va mana shu ilmiy izlanishlaringizni davom ettirgan holda yanada yaxshi yutuqlarga erishishingizga tilakdoshimiz. Albatta siz uchun ham 2026-yil ajoyib bir omadli yil kelishiga tilakdoshimiz. Barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. 2026-yil o'ylagan maqsadlariga, niyatlariga yetishlarini tilab qolaman. Salomat bo'ling. Bizda esa yana bir chiroyli taronami? Go'zal taronaga navbat beramiz. Undan so'ng studiyamizda aynan 2025-yilda yana bir katta yutuqlar bilan tamomlagan andijonlik hamyurtlarimizni studiyamizga taklif etamiz. Marhamat, go'zal tarona.